Tarixdagi eng yovuz odamlar kimlar? Kimlar millionlab insonlarning o'limiga sabab bo'lgan? Keling birgalikda top 5ligini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, qiziqlari hali oldinda. 5-o'rin va Leopard 2. Kongo yerlarida 10 millionlab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan. 4-o'rin Adolf Gitler. Urush va genotsidlar orqali 17 milliondan ortiq insonning hayotiga zomin bo'lgan. 3-o'rin Yosif Stalin. O'z xalqining 20 millionini qatag'onlar, ocharchilik va lagerlarda yo'qotgan. 2-o'rin Chingizxon. Bosqinlar natijasida butun shaharlarni yo'q qilgan. 40 millionga yaqin odamni o'ldirgan. Va 1-o'rin Mao Zedong. Xitoyda olib borgan siyosati tufayli 45 milliondan ortiq inson halok bo'lgan.